Dadasi, Ha. bugun sovchilar kelar ekan. Anovi erkak qudani o'zi kelar ekan. Kelsa yaxshi-yu. Keladigan bo'lsa, ama suvda almashtirib qo'yish kerak edi. Shunday balchiqiydi kelib ketibdi. Oho, kim bu? Keldi shekilli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. To'liga chiqing, to'liga chiqing. Uyga chiqsak bo'lmaydimi? Ha, uylar xonman bo'lyapti. Mashinadan zo'rayaq oldi. Chiqing. Yo'q, xotin. Nonsin. Qani, Qani ilohim. Shirditi bolalarga sabr bersin. Alloh akbar. Qani Alloh oling burada. Xotin, ovoyi sovchilar qo'lida savat bilan kelardi, hozir daftar bilan kelishyapti-da. Voy dadasi, to'yda rasxodlari durda tek qo'ying. Ha. bu tog'a vaqti ozgina o'tib qolibdi-yu, ha? Ya, o'ziga qarab gapiring. Qizim endi 20 ga kirdi. To'qala chiqgan. Vaqti kelganda ertaroq uzatish kerak-da. Nima deyapsiz? Maslahat qilib keyin sekin uzatadimi? To'g'rimi xotin? Ha, bu tog' olayotganda hech maslahat qilmay oladi-yu. Ha, endi men o'layotganda menga maslahat beradigan bo'lmagan, ko'zimiz ko'rmagan shat olaverganman. Pulda muammo yo'q. Uyda qator mollarim bor. Qizim kim olsa bor, hamma yo'qni o'zim qilib beraman. Biz ham Xudoga shukr, voha kazolardanmiz. Kazolardanmiz. Qizimda ancha-muncha erkakda yo'q narsa bor. Qizingizda sir bo'lmasa, nima bor qiziqroq? Pravasi bor. Ha, nima ekan pravasini qayerda o'qib olgan? Pravanimi? O'zimizni Yangi bozordagi Saturn to'g'risidagi xavfsiz haydovchi maktabida o'qib olgan. Qarang, siz ham proviziya bo'lsa hozir imkoniyatdan foydalaning. Ular ko'ngilsiz boshlagan, 12 qo'ygan, qarang. O'zi pravaga to'lab 4 million 100 ming so'm. Asli 50% shunday to'lasangiz, ro'yxatdan o'tsangiz 12 yutish imkoniyatiga ega bo'lasiz. 12si 20-avgust kuni konset qilib benom bor-ku, sarvar bilan komil. Ashlar kelibda katta konset qilib 12 chat berishib o'ralgan. Ha, basharingizdan ja 12 yutib oladiganga o'xshamayapsiz-ku. 12dan tashqari bitavoy texnika, televizor, pulvizor xonadoningizga nima kerak bo'lsa yutuqlar qo'yishga asli yutib olasiz bo'lmasa. Bu yerda o'qsangiz borib, to'shni prava olasiz. Olmagan odamni o'zi yo'q. Ishonchli, ha. Nomerlarni qoldirma, telefon qilavering. Tog'a proviziya yig'ishtirib turing. Ha, pulim bosilyapti deysiz, qo'sha mollarim bor deysiz. Ha, pulingiz bosilyotgan bo'lsa, ha, kreditni vaqtida to'lab qo'ying-da. Men hadeb kelib ketaveraman sizga. Le, Xudo o'zingizni bosing, ey! Hali qizim bermasdan sakrayapsiz. Menga nima deyapsiz? Qanaqa Xudo? Men Xudo emasman. MIPdan keldim, kreditlar to'lab qo'ying-da. Sovchi emasmisiz siz? Qanaqa sovchi? Ya hormanglar Xudo, ostonani supurgani keldik. Xudo, ostonam rad shipirasa ekan, sal ertaroq kelib shipirsangiz bo'lmaydimi? Mana uni Xudo deb bor boyliklarim, mollarim aytib qo'yibman, MIPdan kelgan ekan. Onagini endi sal ertaroq kelmaysa, mana bola shipirib ketadigan bo'ldi endi. Bor xotin uydan pullarni olib chiq, mana bola ishlanmaydi endi. Xudo ishmas odam ekansiz, bor. Onagini. Kirdi tomay men o'lay.